bachadon trubalarini yopiq bo'lishi bugungi kunga kelib ko'p uchrab kelmoqda, lekin juda ham katta xato. Oldinlari ko'p qilinardi bu narsa, gidrotubatsiya degan, ya'ni bachadon naylarini suv yuborib, demak, ochirishmoqchi bo'lishadi ayollarimiz. Buni qilish juda ham noto'g'ri. Biz demak viloyatlarga ham o'z leksiyalarimiz bilan, ma'ruzalarimiz bilan chiqqanimizda vrachlarga doim ta'kidlab o'tamiz bunaqa jarayonni amalga oshirmaslikni. Agar bachadon naylarida rengen xulosasiga ko'ra aniqlansa yopiqlik holati, o'tkazuvchanlik buzilgan bo'lsa, suv yig'ilgan bo'lsa, bu jarayonlarni o'tkazish aslo noto'g'ri. Chunki gidrotubatsiya suv yuborish natijasida yopilgan bachadonlarni yanada o'sha holatini yomonlashtirishga va og'ir oqibatlarga sabab bo'lishi mumkin. Chunki bachadon naylari shunaqa ingichka sochni tolasida keladigan organ hisoblanadiki, ularda yana kipriksimon tanachalar bo'ladi. Bular urug'ni, demak, erkakning urug'i tushgandan keyin qin yo'liga bachadondan, demak, o'tib tuxumdonlargacha harakatlanishini ta'minlaydi va hosil bo'lgan embrion bolachani yana shu bachadon naylaridan bu kipriksimon tanachalar bachadonga kelib joylashib olishiga yordam beradi. Ana shu operativ yo'l orqali kipriksimon tanachalarni baribirga ham demak yo'lini ochgan bilan u tanachalarni hech kim tiklab bera olmaydi va bu yana 1-2 oy davomida yopilib qolish ehtimoli juda ham katta va bachadondan tashqari homiladorlik bo'lish ehtimoli ham juda yuqori o'rinlarni egallab kelmoqda. Shuning uchun agar bachadonda muammolar aniqlansa, albatta buni biz demak o'z vaqt soatida reproduktologga murojaat qilib, agar xirurgik yo'l talab qilinsa, xirurgik yo'l bilan bu olinadi, chunki sizda yiring suv yig'ilgan truba bilan yurish bu aslo noto'g'ri hisoblanadi va keyinchalik salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin.